Assalomu alaykum. Unidrive obunachilari, bugun biza BYD Son Plus mashinasini olib qo'yganmiz. Chista elektromobil. Hozir ko'rib turganingizdek, Komil akam O'zbekistonda Pandora texnik direktor hisoblanadilar. Mana bugun mana shu BYD mashinamizga Pandora o'rnatib beramiz. Komil aka, nima ishlar qilib beryapmiz va qanaqa signalizatsiyani bugun shu mashinamizga qo'yib beramiz? Qisqacha aytib o'tsangiz. Exodia GPS FD. Klimat kontrol, obduk sидения, обогрев sидения, mashina zavod qilish, ochish, yopish, hamma narsa ishlaydi, oyna yopishlarigacha. Fotograf rulni bitta o'qib ko'rib qo'shishim kerak bo'lyapti, shuni qilyapmiz hozir. Oldingilarda fotograf ruli yo'q edi. Tushunarli. Bunda bor ekan o'shanisi. Tushunarli. Ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, telefon orqali hamma funksiyalarini boshqarish imkoniyatlarini yoqib beramiz. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Komil akam shu yerdalar, chiroyli qilib beradilar. Rahmat.